Assalomu alaykum, hurmatli Bog'at avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 6-may 2025-yil. Hammani kirib kelayotgan xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mashinalarni bir qator obzor etib o'tamiz. Kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qolamiz. Bog'at avtosentr kollektiv nomidan. 2023-24 mexanika korobka Cobalt mashinamiz 11 mingni yurib turibdi. Yumshoq bo'lon, nomerlari taqilgan, metanam uстановка bo'lgan. Kraskasi absolutni radnoy. Bahası 146 milyon so'm. Avto kredit alaman desangizlar 16 milyon 500 ming so'm bilan chiqadi. Notarizga esa addenni oylik to'lov 4 milyon 300 dan tushadi. Mexanika bilasizlar qimmatroq yuradi. Topisham qiyin. 2023 6000 kilometr yurib turibdi. Style variant, benzinda mashin. Bahası 147 milyon so'm. Naqd pul bo'lsa ustunda yana tartishib 1,5 so'm kelishib bersa bo'ladi. Avto krediti alaman desangizlar 12 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 milyon 450 dan tushadi. Keyin inamini yomon etib obzor etish kerak. 2023 pokoleniya metallari bor. 14600 kilometr yurib turibdi. Yumshoq bo'lonlardan ko'rsatib taqilgan taqilgan yumshoq bo'lonlar nomer alingan, kraskasi absolutni radnoy. Bahası naqd pul bo'lsa 143 milyon so'mga ko'pmiz. Tarqatib beringlar videoni. 143 milyona pokoleniya metal yumshoq bo'lon nomeri bilan radnoy 2023-yil Cobalt 143. Krediti alaman desangizlar 9 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 4,5 milyon so'mdan tushadi 5 yil. Keyin Nexi 2 2010-yil Donus 1.6 shumkan bo'lgan, sakadiska, yumshoq balon, chexol, hamma narsalar tayyor. Probegi 290 ming haqiqiy o'zini probegi. Prostoy gidrolika. Bahası 35 milyon so'm naqd pul. Avto krediti 1 so'msiz qo'ydik, 1 so'msiz chiqmaydigan bo'ldi. Grafik o'zgartirganlar birinchi hissadan. Hammadan shuning uchun uzr so'raymiz. Ko'p odam telefon urdi, mashina sotiladi. Algan insonlar pul topolmagani uchun mashinani qaytarib oldik. 5 milyon so'm bilan chiqadi ekan. Bu notarizga esa addenni generalni devnis bilan alaman desangizlar, gideti 3 milyon 800 ming so'm chiqadi. Shunda 8 milyon 9 milyon topsanızlar oylik to'lovi 2 milyon 700 dan 2 yil chiqadi. Pasa 2 dedi, 2 milyon 700 bilan boshlanib 1 milyon 400 bilan tamam bo'ladi. Probegini aytdik. Kraskasi zang joylari asfajit bo'lgan. 2018-yil avtomat korobka Gentra pokoleniya metallari bor. Dajali switchlar ham almashgan emas. Kraskalar radnoy, Lux, sakadiska, Mers bor. Magigar pult. Novo bo'lsa bu yana qimmat chexollar, kardinal. Evakuator polik, monitor, zadniy kamera ish qilib Novo bo'lsa bu Gentraga. Bahas 124 milyon so'mga qo'ydik. Yo'q, buni desena hech yerda yo'q. Videoni maksimal darajada tarqatib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Ana o'yin ishtirokchisi bo'lasizlar, fikr qoldirsanizlar. Keyin Gentra 2022 mexanik 66 ming probeg yurib turibdi. Bahası 133 milyon so'm kapotni ucunda kraska bor. Abezlar ham mo'jari metannacha bor. Yumshoq bo'lonlar ham bor. Xo'sh, avto kreditda 3 milyon so'm pul kelasizlar, notarizgangiz ichida. Javob bu, shuni yo'l chiqadi. 4 milyon 700 dan 5 yil tushadi. Keyin Nexia 1 2002-yil Lux konditsioner, Sonos Tramblyor 203 ming probeg yurib turibdi. Elde easy bütün zang joylari, etaklari, palazadan paslari ishlangan. Bahası 35 milyon so'm. Avto kredit alaman desangizlar 18 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 1 milyon 200 dan tushadi. O'zgargan grafik. Keyin 2014-yil Pollux. Shu mashinani olish kerak lekin zo'r baho. 2014 Pollux yumshoq bo'lonlari bor. 171 ming probeg yurib turibdi. Zang umuman ishlangan emas. Metan gazlari bor. Chexollarni ham zo'rindan taqilgan ilik ekan bu. Chexol obshipkalar ham merlari koja bilan laminatsiya etilgan. Bahası 57 milyon so'm bo'lsa beramiz. Avto kreditda 7 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2 milyon 900 bilan boshlanib, oriyani pasayib boraveradi 3 yil. Keyin Gentra
2023 yıl mexanika 17 bin yürüyen metan gazlaran var. Bir tam çıkırası yok. 143 milyon soma koyup kopmuz. Videonu tarqatmayın durupsizlar, hurmatli obunachilar. Videolarni bir maksimal derecede bir padilitsiyati 5-6 adama yürüyüp taşanglar. Mındi sena yok hiç yerde. Liboy bir salon bilen salıştırıp göreyinler. 2023 17 bin yürüyen hiç yerine külüş degen emez. Üzerine Radnoy balonlarında duruptu. Vakası 143 milyon som. Hafta krediti alaman deseniz de 1 milyon som bilen çıkadı. Notarius gayesi eddeni aylık tölevi 4 milyon 760 bin somdan düşedeken 5 ile. 10x maşinimizden Pakalina propanları bu 2023 16.700 km yürüp durdu. Bundan şu kımmat çikoyu vakor polik po Nissan laminasya yumuşak balon ablisopke hem enerjiler bak kraskesi Radnoy kırçılgan çizilgan yeri yok. Bakası 135 milyon som. Bağım şu hafta kredide 1 milyon 800 bin som plak gelesiyle Notarius gayse deni aylık tölevi 4 milyon 700'den düşerdi bir iş ile. Keyinki maşinimiz Damas 2025. 23'lerini sat oturttular uyuşu bakağa. İnternetten ana görüp oturupmuz. Onda yumuşak balon bilen şumke var. 2 milyon som bilen hem öz biter bu şumke deyen bu 35 bin somdan onun bir tane 3 kvadratı. Abi 10 tane alsanız da şumke oladı bu. 1 milyon som bunu balonun üstüne verseniz de yumuşak balon boladı. Hesap kitap etik görenle 25 3700 dürgen metan gaz afşipke patolog hem meri koja bakaz 93 milyon som. Hafta kredit alaman deseniz de 4 milyon som bilen çıkadı. Notarius gayesi eddeni aylık tölevi 2 milyon 950 bin somdan düşerdi. Hürmetli abunacılar, satıladan maşinlarınız olsa bir emal alışveriş ekkile veresizler. Naq pul asasında özemiz satıp alamız. Bulmasa şöyle reklama etip besplatni satıp veremiz. Like basışını unutumuz, komentariyada öz fikirlerinizi kaldırasınlar. Podpis etsenen basıp koyayınlar. Rahmet, sağ olasınlar.